Greenleaf korporatsiyasining iLife brendi ostida ishlab chiqarilgan yana bir ajoyib ayollar gigiyena vositasi. Oldingi videoda reklama qilgan mana bu gigiyena vositasidan farqli o'laroq bunda anionoviy chip yo'q. Ya'ni bu vositamizni boshlang'ich homiladorlikka tayyorlanayotgan ayollarimizga taqiqlanadi, chunki sababi bunda anionoviy chip bor. Bunda esa yo'q. Hozir endi buni testini qilib ko'ramiz. Xuddi mana shunaqangi ko'rinishda, bu ham 24,5 cm 7 dona. Mana shunaqangi qopqoqchasi bor buni ham. Faqat bu oddiy. Bu ham ingichka, juda qulay foydalanishga, bu ham vakuumda tortilgan bo'ladi. Mana. Faqat mana bu yoqdagi chipi anionoviy emas. Ya'ni homiladorlikka tayyorlanayotgan ayollarimiz bemalol foydalanishsa bo'ladi, zarari yo'q. Bu ham 100% paxtadan qilingan, orqa qatlami ham salafon emas. Bunda ham hozir suv solib, namligini qanchalik darajada saqlab turishini sinab ko'ramiz. Eslatib o'taman, Greenleaf mahsulotlari ekologik jihatdan toza, zararsiz, inson salomatligiga hech qanday nojo'ya ta'sir qilmaydigan darajada ishlab chiqarilgan. Ya'ni bu aynan intim zonada qo'llaniladigan gigiyena vositasi ham xuddi shular jumlasidan sezuvchan, allergik terilar uchun aynan mos keladigan mahsulotlar. Mana shu qatlami 100% paxtadan qilingan. Hech qanaqa sintetika vositasi aralashmagan. Mana xuddi shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Yaqinroqdan ko'rishingiz mumkin. Mana bu orqa qismi. Mana bu o'rtasidagi chip probiotikli chip. Probiotik nimaligini asosan vrachlar juda ham yaxshi bilishadi. Bu inson organizmiga kerakli, foydali bakteriya, ya'ni zararli bakteriya bilan kurashuvchi probiotik bo'lib hisoblanadi. Oldingi videoda esa anionoviy chipli mana buni reklamasini qilgan edim. Bu anionoviy chip, bu homiladorlikka tayyorlanayotgan ayollar uchun mumkin emas, zarari bor. Bunda esa bemalol hamma foydalansa bo'ladi. Ana endi buni qanchalik darajada namlikni o'tkazmasligini sinab ko'ramiz. Buning uchun bizga har doimgidek salfetka yordamga keladi. Qancha tursa ham o'zidan hech qanaqa namlikni o'tkazmaydi bu. Mana bemalol ko'rishingiz mumkin. Qop-quruq.